Assalomu alaykum hurmatli tadbirkorlar. Mana bugun navbatdagi tadbirkorlar bilan uchrashuvni boshlaymiz. Bir chekkadan tadbirkorlar o'zining murojaati bo'yicha murojaat qilishga mumkin. Siz murojaat qiling, nima masalada? Assalomu alaykum hurmatli rais. Mening murojaatim 2002 yildan Charshanba Xonimning raisman. Menga hozir 120 gektar g'alla bor. Shu g'alla uchun ehtiyojim kerak. Men bitta kombi olishim kerak avtolizingga. Lizing asosida boshqa narsalarga bankka pul berishimiz kerak. Menga tez shu bayram oldidan kirib berishni so'rayman. Bo'ldi. Kreditingiz bo'yicha hozir masalalar bilan shug'ullanamiz. Yarajon Abdullayev xo'jalik rahbariman. 50 gektar paxtam bor. Menga 80 million ish haqi berishingizni so'rayman. Paxtaga ish haqi. Shunday. Aynan. Ben Zarifat'ta davra. Fermerlarga xizmat ko'rsatganman. 2025 yil. Nima xizmat? Biolaboratoriya xizmatini ko'rsatganman. O'sha to'lov qilib berishni so'rayman. Debitorsiz qarzlarni undirishga yordam. Yordam berish so'rayman. To'lov topshirnomalari bormi? Bor, tarjimalar. Men safar ustidan umidlar xususiy qurollanma rahbariman. Menga sodamda aylanma mablag'ini ko'paytirish uchun 100 million berish so'rayman. 112 danmi? Yo'q, aylanma. 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 Savdoga. Ekspress aylanma. Opa sizda nima masala? Mashhurlar mahbublar ko'chirib qilmoqchi edim o'shanga. Qayerda ishlaysiz? Nishon Nursultonda. Nursultonda. Necha pul kirib kelasiz? Necha pul berasizlar shunga? Endi bitta tikuvchilikda endi brojli tikuvchilik desa 5 millionga tikuv mashinalar olasiz. Endi 3 kishi 4 kishini band qilib yangi tadbirkorlik qilmoqchi bo'lsangizmi 5 million bo'lsa 20 million topib olasiz. Kattaroq bo'lsa 5 50 million so'mgacha kredit berilamiz. 5 yilga 23% kreditimiz bor. Ayollarga 23% faqat. Hozir bizning xodimlar sizni faoliyatingizni o'rganadi. Qaysi biri to'g'ri keladigan bo'lsa o'sha taklifni beramiz o'sha yo'nalish bo'yicha. Rasmiy Rasm bo'limcha